Assalomu alaykum azizlar. Mana bir kunimiz o'z nihoyasiga yetdi. Alhamdulillah. Bu kunda nimalar bilan band bo'ldik? Albatta, bolalar xursand bo'lish uchun gipsli figuralar yasadim. Mana sizlarga ham ko'rsatmoqdaman. Gipsga suvni quyapmiz. 2 1 nisbatga quyib, uni yaxshilab aralashtiramiz va qoliplarga quyamiz. Qolipga quyishdan oldin albatta uni namlab olish kerak. Qo'yuqroq bo'lib qolibdi, shuning uchun sekin tushyapti. Ko'ryapsizlar, buni qolipni qimirlatgan holatda to'g'rilab olamiz va quyishda davom etamiz. Ularni quyib bo'lgandan keyin mana chiroyli bo'ldi. Endi quritishga qo'ygandik. Mana qizalog'im ularni qolipdan yechib olyapti. Hali bu quridi degani emas. Yana buni quyoshda, havoda mana bunday qilib quritamiz. Bunda ham bular hali verib tayyor bo'lmaydi. Tayyor bo'lganlarini o'zlari birinchilardan bo'lib bo'yab ko'rishyapti. Chunki mehnat qilishgandan keyin albatta rag'batlantirish kerak. Bo'yaylik deb mana bunday chiroyli qilib bo'yab o'tirishibdi uka birgalikda. Ko'p narsalarni, har xil narsalarni bo'yashni yaxshi ko'rishadi. O'zlari ijod qilishni yaxshi ko'rishadi. Siz ham bolalaringizga olib bering. Ular ham albatta o'zlari ijod qilishsin, xohlagan rangini bo'yasin, mayli narsalarimizni kir qilishsin. Lekin ular doimo sog'-salomat bo'lishsin. Mana o'zlari bo'yagan narsalarni ham quritgani qo'ydik. Kuningiz xayrli, barokatli, tugab, yaxshi dam oling.